Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Tish og'rib, yanoq ishgan bo'lsa nima qilish kerak? Soda tuz eritmasi bilan chayish yallig'lanishni yengillashtiradi. 1 stakan suv uchun har bir moddadan yarim choy qoshiq qo'shiladi. Antiseptik va soda eritmasi 1 stakan suvda 2 qoshiq qo'shilsa, sifati yaxshi ishlaydi. Ishgan tish milkini propolisning suvda eritmasi bilan yuvish mumkin. 1 choy qoshiq shifobaxsh o'tlar, romashka, shalfey, eman po'stlog'i 1 stakan qaynoq suv bilan aralashtiriladi. Ishganni yengillashtiradigan va og'riqni kamaytiradigan damlama tayyorlanadi. Tish atrofidagi milk ishgan bo'lsa, uni barmoqlaringiz bilan uqalab, propolisning spirtli eritmasi bilan artishingiz yoki og'riqli tishga muz surtishingiz kerak. Yengil anestetik ta'sir ko'rsatadigan aroq bilan chayish ham biroz yordam beradi. Kanalimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.